Tasavvur qiling, shundoq qo'lingizdan qaraganingizda masjid ko'rinib tursa, yetmaganiga 5 mahal azon ovozi ham eshitilib tursa, menimcha har bir musulmon insonning bu orzusi bo'lsa kerak. Xo'p, yosh katta insonlarimiz uchun ham masjid juda ham yaqin edi. Ya'ni taxminan 300 metr atrofida bu degani bemalol o'zingiz peshkom qiynalmasdan chiqib kelishingiz ham bo'ladi. Va bu uyimizni menga eng yoqqan tarafi tupik ko'chada joylashgani bo'ladi. Bu yosh bolalarimiz uchun ham bemalol chiqib o'ynashsa bo'ladi. Begona mashinalar, odamlar kirishmaydi, xavfsiz bo'ladi. Xo'p, uyimizni tushuntiradigan bo'lsam, umumiy 708 sotix kattalikda bo'ladi. Endi bu tarafdagi uyimizni ma'lumot o'rnida aytib ketaman, 10-11 yil oldin qurilgan ekan. Endi bu tarafdagi uyimizni ozgincha eski, endi o'zingizlar rekonstruksiya qilib, ta'mir taraf chiqarib olsangiz bo'ladi. Va uy quruvchi akalarimiz uchun ham zo'r variant ekan. Mana shu yerga proyekt qilib turib, 3-4 uy tushirsangiz bo'ladi. Uyimizni joylashuviga keladigan bo'lsak, uyimiz Shayxontohur tumani Zafarobod mahallasida joylashgan bo'ladi. Orientir sifatida Oqtunki masjidini olsangiz bo'ladi. Uyimizni fasad razmeriga to'xtaladigan bo'lsam, umumiy 18 metr tashkil qiladi va uzunasiga ham, eniga ham keng qurilgan. Bu yerga masalan bemalol o'sha uy tushirsangiz ham bo'ladi yoki-da uy quruvchi akalarimizni 3-4 uy tushirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsam, uy egalari sotiqiga 52 mingdan so'rashyapti va tepasiga kelsanglar albatta kelishtiradigan joylari bo'ladi. To'liq manzilni bizning Telegram kanalimizga o'tib olsanglar bo'ladi.